Assalomu alaykum, hurmatli sotuvchilar. Arslanguldayız, xayrlı barakali olsun. Musafirda yurgan yurtdoshlarimiz sog'-omon bo'lib tashib kelsinlar. Qo'shko'pir avtomarketdan har xil turdagi avtomobillarimiz mavjud. Kimga nov mashina qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada qiziqtirgan mashinangiz bo'yicha savollaringizni bersanglar javob berib o'tamiz. Cobalt bilan tanishtirib o'taman qisqacha. 2025-yil 5 probeg 80 km yurgan 160 million so'm. Avtokredit, naqd, har xil variantlari bor. Chika svet Cobalt'imiz 2022 145 million so'm 54 ming yurgan metallari bor. Keyin bunda yana bir base probegimiz 25-yil 50 km yurgan 167 million so'm nomerlari olingan. Keyin arzonroq Cobalt'dan 2015 109 million so'm. Shumka, metan gazi hammalari bor ekan. Tak, bu mashina kam yurgan 2019 93 ming metan gazi va 125 million so'm. 25 base probeg 100 km yurgan 160 million so'm. 23 152 million so'm. 21 142 million so'm. Yanda 23 155 million so'm 90 ming yurgan. 24 25 165 million so'm 100 km yurgan benzinliydi. Keyin bunda bir Cobalt'imiz var. 3 mashinamizdan qiziqsangiz bo'ladi. 2024 mashina tayyor. 9000 km yurgan. Bahası 162 million so'm, 19 million bilan kredit chiqadi. Mashinamizda chexol, polik, video registrator, pokoleniya propan gaz hammalari tayyor. Mashina akkuratniy, bir qo'l haydalgan. 9000 yurgan, kraskalari top-toza. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar olingan. Naqadu doğru haydab ketadi. Keyingi Cobalt'imiz 23 145 million so'm, propan 80 ming yurgan. Yanda mexanika 2020 metanaba 73 ming yurgan 134 million so'm. 24 1900 km yurgan 164 million so'm. Damaslarımız 23-yil 93 million so'm. 27 ming yurgan metan yumshoq polvon mavjud bor. Xullas, hamma mashinalarimizdan assortiment bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.